Assalomu alaykum vermikulit obunachilari. Bugun endi bir videolar bo'lyapti. Kechadan boshlandi asosan. Bugun endi mayda chuyda harakatlar, anaqa maketlar yasab qo'ydik. Qurilishga aloqador bu yoq endi qurilish. Vermikulitda qurilishga ham zo'r joylari bor. Mana lombos ishlatishga, issiq sovuqqa yaxshi o'xshaydi, chunki o'zi issiq sovuqdan chiqib kelyapti. Biz ham ko'p narsa ishlatganmiz, suvoqlarga mana ishlatganmiz, issiq sovuqqa qo'li chaqmaydi. Mana bunaqa maketlarimiz vermikulitga. Endi mana bunaqa plitalar ham qildik. Endi bularni bir video qilmoqchimiz, xudo xolasa. Buni ham bir olovda sinab ko'ramiz. Endi vermikulitimiz o'zi shunaqa sekin-sekin pul uchun nima desa bo'ladi, ish manfaati uchun videolar ham boshqalar ham ishlashga rozi bo'lib ketar ekan odam. Shunaqa bir yengillik qilishga harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Postlarda nasib qilsa shu videolar montaj jarayonida o'sha o'tib olsin, xudo xolasa bo'lib qoladi. Kuzatib turinglar, manfaatli bo'lib qolar.